Assalomu alaykum Xudxud City kuzatuvchilari. Bugun mana biz Nurafshon ko'chasida joylashgan bir sport zalga tashrif buyurganmiz. Bu sport zalga biz bir qancha metall mahsulotlari hamda setkalarni yetkazib bergan edik. Hozir endi bitgan holatini kirib avzor qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Marhamat. Reseptiondan boshlaydigan bo'lsak, mana bu kirib kelishda, ya'ni ajoyib bir dekorativniy holatga ko'zingiz tushadi. Ya'ni yozuvlarda oldi qatoridan prosetka setkalarni palasalarga romka olgan holatda mana shunday qilib o'rnatib berilgan bu joyda. Aynan prosechka setkalardan zalda ichkari qismiga ham dekorativniy joylarga ishlatilgan. Ulardan bittasi mana bu ustunlar. Ustunlarda mana bu prosechka setkalarni profillarga romka qilib turib, shunaqangi bir ajoyib ko'rinishda dizayn qilingan. Shuningdek, bar qismlariga ham, ya'ni mana shu barda mana bu tomonga, ya'ni shu pastki tomonidagi holatga ham prosechka setkani ikki qalinligidan ishlatilgan. Va ko'rib turganingizdek, ya'ni hamma bir zalda dizaynlarini bir xil holatda ko'rsatib o'tilganidek, prosechka setkalar, drabilka setkalar va boshqa turdagi metall setkalar bo'yicha Xudxud City'ga murojaat qilishingiz mumkin. Dizaynlar agar o'zingizda mavjud bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha dizaynga qarab turib shunaqa chiqarib berishga harakat qilamiz yoki bo'lmasa o'zimizda ham dizaynlar bor, siz tanlaganingizni qilib berishimiz mumkin. Al-muhim, o'rnatib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Murojaat qiling, raqamlarimiz ekranlarda, xizmatlarni tugal qilib berishga harakat qilamiz.